Qayerlarda ish bo'lyapti? Moskvada ish bo'lyapti. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Siz gaplashgan qizga, ular bizlardan rozamiz emas. Biz yangi kelganmiz, lekin u kishini qo'llarida ishlamaymiz-da. Yo'q, tushundim shuni. Biz o'zimiz uchun ishlaymiz. Qanaqasiga kirmoqchisiz? Menda 3000 bor, bir xotga kirib chiqasiz. 4000ligiga 2 xotga kirasiz. 5000ligiga 2 xotga mineti bilan kirasiz ichida. 10000ligi bu polni programma, anala bilan. Qanday ketdi? Yozib bunga kirasiz. Bundan chiqqan narsamni qilib og'zimga olmayman-da, yoki mendan chiqqan narsam bo'g'izga olmaydi-da. Shunga bittasini tanlab o'qib ketasiz. Deb qo'y, axir ramishkalarni sindirasan. Yering kiralishi. To'xtang. Chetda bo'ladi. Qancha bo'ladi? Slogan bilan jami sizniki? 5 ming. Yo'q, og'izga yo'q, unaqa Olasiz og'izga. 4000likka kiring. Yo'q, og'izga tashlash yo'q, o'sha 2 xot kechiraylik mineti bilan. 5000 bering. O'sha og'izga tashlash yo'q unaqasi. 5000 bering, 2 xot kasam. Yo'q, 5000. 5000 bering. Meni chiroyli to'p chiqadi. Og'izga Tashlashlar ham bormi yo'qmi? masajga alohida berasiz. Hay qilib beraman. 7000 bering, ha? Iya. 6000 bering, masaj qilib beraman men uchun. Qo'y endi. Men kelib qolaman sizlarga. Aytongina. Kiraylik. Tilla tishingizni o'ylang, tilla tishingizni tashlab keting. Yarasaga. Eshik yopda Monika. Nima kulasizlar? Tova oldim. Repchigim ichiga qo'yib tushib ketmasin. 8 oy oysizlar, balkon. Yurgida yomon ko'rgan narsam bor. Bu omma ko'p qichitadi-da. Seks qilayotgan payti ko'p bo'shantirmaydi. Qayt beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tanchoqami? Bechora bola o'sha gapirgan gapingdan o'sha tashlab bo'ldi yo'lda. Bu kecha erim tashshog'i yana shu mo'ljallab o'taman. Mana shunaqasi ham. Mana shunaqasi qilib mo'ljallab o'taman erim tashshog'iga. Ish bo'lyaptimi? Böyle yangi balkon iltimos menga klient bo'lib kelinglar, soqqani soqqaga bosinglar, iltimos qilaman bor. Hatto pro ishlab ketay, bitta omamga turishga olay, buni ochiqchasidan. Skan paytim ochib o'tirmayman-da, yechib o'tirmayman, teshikchasi bo'ladi. Ishlayapsizmi? Ha, ishlab aka keling. 10 mingdan boshlanadi meniki aka. Polni programma. Mayli, qanchadan? Gap pulda emas, gap shu nadyorni joyida kerak bizga. Uning pul qiziqtirmaydi. Aka, qizlari ikkita qiz ishlaymiz, muomalamiz zo'r aka, realni hayotda. O telefonda sho'xlik bo'ladi. Shuna kirsak, arqadan bitta papkani olib kirsak, grajdanin vash dokument deb kelmaydimi? Yo'q aka, unaqasi bo'lmaydi, ularga o'zimiz javob beramiz. Nadyorni aka, cho'tka. Yoz tomosha qilib turibman, bittasini olib kirib ketdi. Kim? Sherigimmi? Bir bacha shu eshikdan kirib keldi, shuni birovini olib ketdi-da, men qarab turibman, shuni kuzatib turibman. Eshikka kirib ketdi ular. Eshigimizdan chiqmaydi aka bizlar. Manisa 10 mingga polni programma. Anal, rodkanchayni seks. 5 mingga 2 xotga seks va vaq bor rezinka bilan. 4 mingligi bez rezinka. Undan bo'lmaydi. 3 mingligi bir xotga chiqib ketasiz. 4 mingligi bir rezinka. 4 minglik bez rezinka, 2 xotga. Ertalabgacha bo'ladimi? Ertalabgacha tursak ya shosha chiqib ketish kerak. Uchalar qo'taqa yotasizlar aka. Ikkita kelsangizlar bo'ladi. Bittalarni qo'yib qo'yaman, qo'taqni ustiga qo'yaman aka. Qiziq gapirasiz. Yoki hammam yalatib shamolatib o'tiramanmi? Ana shunday qilasiz. Og'ziga rotkanchayni qilaymi? Olib keling, ha, qizliga olinmaganmiz. Og'ziga berib o'ynayman. Bittasi bunday turadi. Iya. Aka, og'ziga berib o'ynayman. Sho'g'liq-ku, nima konkret gapiray, unday. Men ham konkret gapiryapman. Nochim 20-25. Bu 15-20. Mayli, yosh ne важно, o yosh hammasi bir xil bo'lib yotdi, titilib yotdi. Yosh demayapti aka, qarang aka. Siz nochka kelmoqchisiz ekan, to'g'rimi? Ha, nochka deyapman-da, nochka tushunyapti. Qarang, endi qarang aka, bu yoq tushunyapti, aytyapti, siz tushunmayapsiz.
ikki kishi, u yerda ikkita qiz bor xolos, 3 ta emas. Ikkita qizga sharoit bor ekan. Ha, bo'ldi. Bu qizga nochka qolaman desiz, 20 ming, 25 minggacha. 20 ming, 25 ming ekan. Agar sherigi bilan nochka qolaman desiz, 15 ming, 20 ming ekan aka. Tamom. Men yoshimga qarab quraman. Narx qo'yaman. Öyle. Slavar mesimden çıkarttı o'zim ham. Ha? 30 ming qo'ymaysiz ama da. Ha, sherigim qaraganda nima deyapti? 30 ming bo'lmaydimi deydi. Aka bo'ldi mana nochka anali bilan beraman aka. 2 xotga anali bilan beraman. Adres qanday tashlaysiz endi bu qanday bilsak? Kötü teşin. Men Mitishida yashayman. Keling. 30 ming bering. Kötü teşin katta qilamiz. Balkay qilasizlar. Men Moskovskiy oblastida yashayman. Moskovskiy oblastida Mitishida yashayman. Siz qayerda yashaysiz? Men Moskva sentrdaman aka. Metro Medvedkovda men. Ebi aka, siz kelaman degancha, o'sha kechqurun tushib bo'l aka. Ebi, nima qilamiz endi? Qo'ying aka. Qaysi metroda? O'zim. Yo'qolib ketingda nariga bor. Qumchoq uni babal qilib keling aka, boring. Meni savdom buzmangda bu yerdan kelib o'tirib oling. Barakam qochib ketadi hozir. 30 ming beraman deya bitta taksi bilan boraveradi deb qo'ydi. Ha? Taxtini ochib turaymi deydi. Ay yuragim. Aka dorilarim qolmagan, dorilarimni olib kelib bering. Taxtini olsam foydasi yo'q. Baribir beli og'rib qolmaydi. Monika bilan bitta yoting, belingiz og'riqni qoldiradi. Kecha uchrashuvga chiqdingizlar. Kecha aynalishga chiqdingizlar-ku. Men orqada kelgandim, sizlar birma-bir bunaqa kelaverdingiz-ku. Gap bo'lgandir. Monika bilan yotaman, baribir foydasi yo'q. Grija baribir yo'qolmaydi. Grija, mo'meniki emas. Men aytyapman. Ketanal krem bilan oling. Nomeringizni yozing dishkada. Hop, yozib qo'yaman hozir. Aytyapman-ku. O'shani ketanal krem olasiz, surasiz, yotasiz. Yozinglar nomerini. Men aytib turaman, yozinglar. Dadishdimi? Paqaka, dadishdimi? Böyle iramesida. Yozinglar. Paqaka, qo'ying yoki o'zingiz nomeringizni bermang. Siz joningizda qiz yo'q, lesbiyanka yo'q aka. Yozinglar nomerini 901 731 71 ertaga paqaka vaqtingiz bormi? Ha? Onam yo'llarga borib telefonni berib kelish kerak, sim kartam bilan. Har kuni undan keyin vaqtim bor. Qo'y. Taksiz ko'taraman. Prosta men yonima borib kelishga odam. Puling bormi? Bor. Taksidan gaplashib beraman. 2000 borish, 2000 kelish. Olda borib kelsangiz bo'ldi ekan-ki. Ha, shu. Olliga bormayman-da, yoniga borishim mumkin. Olliga qiziqmay qoldim. Olliga borur, tintab qolaman men. Qayergaligini ham bilmayman. Uyini ham bilmayman. Qaysi metrogaligini ham bilmayman. Monikani oldiga boralar bu kishi. Simkartang o'zingga bo'lgani bilan Telegraming biga turibdi, o'layjonim. To'xtanglar, bitta narsani ko'rsataman-da. To'xtanglar-da. Kodlarsiz yetadi, mana shuni eshikdan kirib kelishga. Yetadimi? Yetmaydi. Meni yeta. Borasizlar. Meni yeta. O'zingga ko'tingga turski kiyib ol. Keng gapirib, kirayib kimani oldimga. Tuxuminga ski. Nazli? Men boralaman. Men ko'tim yeta. Siksang ham berimsan. Shuni bil. Nima deysan? Jongacha mana tilla tishchalarni o'ylab o'kishanda. Tilla tishingizni qoparib olib sotaman endi, qalab turing. Pul kerak bo'lsa. Kim tilla tishi bor?
Hozir gitdagi odam tillachishi bor ekanda. Tillachishingizdan gapiryapman. Bechora odam chiqib ketyapti, shu tillachishini tashlab chiqib ketdi. Tashlab chiqib ketmasa bo'ladi. Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos menga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Men o'g'lim yolg'iz boquvchim. O'g'limdan boshqa hech kimim yo'q meni. Meni sotmagan narsam qolmadi. Bolamni davolatishga imkonim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan saxovatpesha insonlar, iltimos menga yordam beringlar. Farzandimni davolanish uchun doktorlar 15 million pul so'rashyapti. Meni bolamni shu davolanib ketishiga yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Sizlardan iltimos, farzandimni qo'li qurib qolmasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh yo'lida menga yordam beringlar. Ehsonlaringni Alloh jannat bilan siylasin sizlardan.